Hello! Today you are going to learn new topic. This topic is about modal verbs. Bugun siz yangi mavzu modal fe'llarini o'rganasiz. Modal fe'llari nima? Eng avvalo shu fe'llarga to'xtalib o'tishdan oldin sizga aytib o'tay, ekraningizda ingliz tilidagi qoidalar ko'rinadi. Men sizga esa bularni o'zbek tilida tushuntirib beraman. Sizga ikki tomonlama bo'ladi. Ham ingliz tilida, ham o'zbek tilidagi qoidalar ketadi. Modal fe'llari. Modal fe'llari bu yordamchi fe'llar turkumiga kiruvchi fe'llar hisoblanib, asosiy fe'ldan oldin keladi va shaxslarga tuslanmaydi bunday fe'llar. Shuningdek, modal fe'llarimiz gapni mazmunini o'zgartiradi. Modal fe'llar qatnashgan gaplarda mazmun biror bir ishni qilish ehtimolligini, shart zarur ekanligini, burchimiz ekanligini, qila olish qobiliyatimiz bor yoki imkoniyatimiz bor kabi ma'nolarni anglatib keluvchi fe'llarimiz modal fe'llar hisoblanadi. Bu modal fe'llarga can, could, may, might, must, should, ought to, have to, need kabi modal fe'llar kiradi. Mana shu modal fe'llarni siz gapda ishlatib, mazmunni o'zgartirasiz. Misol uchun, men rasm chiza olaman degan gap bilan men rasm chizaman degan ikkita gap aytdim sizga. Men rasm chizaman bu odatiy holat. Doim chizib yuraman degani. Men rasm chiza olaman deganda qobiliyatim bor, rasm chizishga degan ma'noni anglatadi. Ko'rdingiz? Yoki men rasm bugun chizishim mumkin. Qarang, ehtimollik bor. Bugun qilishim mumkin degan ma'noni anglatadi. Undov bilan berilgan joyiga qarang, qoidaga. Asosiy punkti bu. Demak, modal fe'llar shaxslarga nisbatan o'zgarmaydi. Sizda yuqorisida sanab o'tgan modal fe'llarim ko'rinishi faqatgina present simple va future simple zamonlarida ishlatiladi. Boshqa zamonlarda ishlatishingiz uchun formulalarga ma'lum bir qo'shimchalar qo'shilishiga to'g'ri keladi. Modal fe'llarni formulasi o'rtada sizda yashil bilan berib qo'yilgan. Demak, subject, modal verbs va verb ketadi. Inkor shaklida subject, modal verb, not va verb. So'roq shaklida modal fe'llar oldinga chiqadi. Modal fe'l, verb va subject. Nega inkor shaklida modal fe'ldan foydalanyapmiz, so'roqda foydalanyapmiz? Sizda yuqoriga aytib o'tdim. Modal fe'llar yordamchi fe'llar turkumiga kiradi deb o'tdim. Ana endi biz modal fe'llar bilan tanishib o'tamiz. Can ma'nosi qila olmoq deb tarjima qilinadi. Ikki xil ma'noda ishlatiladi. Biror bir narsalarni bajarishda qobiliyatimiz bor degan ma'noni bildiradi. Ikkinchi ma'nosi esa imkoniyati bor degani. Qobiliyati bor degan ma'no bu present simple zamoni uchun ishlatiladi. Imkoniyati bor degani esa future simple zamonda ishlatiladi. Misol uchun, Haley can ride very well. Haley yaxshi hayday oladi velosipedni. Bu odatiy holat, ya'ni bu qobiliyati bor, yaxshi haydaydi. Keyingisi, we can visit to the museum today. It means chance. Biz bugun muzeyga borishimiz mumkin, ya'ni bora olamiz. Bu esa imkoniyatni bildiradi. Shu ishni qilishga imkonimiz bor degan ma'noni bildiradi. Biz eslab qoling, asosan imkoniyat ma'nosini bildiruvchi gaplar candan keyin asosan yo'nalish ma'nosidagi fe'llar ketadi. Har doim ham emas, lekin ko'p holatlarda yo'nalish ma'nosidagi fe'llar ketadi. Navbatdagi modal fe'limiz aynan canning inkor shakli can't deb o'qiladi yoki can't. Biri British English va ikkinchisi esa American English talaffuzi. Can't ikki xil holatda ishlatiladi. Birinchi holatda esa biror bir ishni qilishga qobiliyati yo'q yoki imkoniyati yo'q degan ma'noda ishlatiladi va buni kengaytma shakli ko'rinishida cannot ham ishlatish mumkin. Ikkinchi ma'nosi esa qat'iy taqiqlovlarga nisbatan va bu holatimiz can'timiz aynan mustn'ga teng bo'ladi. Misol uchun, Inna can't do this task now. Inna bu topshiriqni hozir qila olmaydi. Demak, sharoitga ega emas degan ma'noni bildiradi. You can't drive over 60 kilometers deyapti. Bu prohibition, taqiqlov. Demak, soatiga 60 kilometrdan yuqori tezlikda hayday olmaysiz. Bu taqiqlov, qonun bilan cheklab qo'yilgan degan ma'noni anglatadi. Modal fe'llar. Modal fe'llarni
Navbatdagi modal fe'limiz bu could hisoblanadi. Can'ning o'tgan zamon shakli. Ya'ni o'tgan zamonda ma'lum bir qobiliyatga ega bo'lganmiz, imkoniyatga ega bo'lgan holatimizda coulddan foydalanamiz. Navbatdagi birikmamiz bu able to. Able to bu aynan modal fe'l emas, modal fe'lga teng bo'lgan fraza hisoblanadi. Va be able to'miz, ya'ni bu am, is, are able to degani keyinga teng hisoblanib, hamma zamonda ishlatiladi farqi va boshqa modal fe'llar bilan ham ishlatiladi. Xuddi keyinga o'xshab ma'lum bir qobiliyatga ega yoki imkoniyatga ega degan ma'nolarni bildiradi. Qila olmoq degani buni ham tarjimasi. Misol uchun, sizga aytib o'tdim, hamma zamonlarda ishlatiladi dedim. Be yordamchi fe'limiz, demak, zamonni yordamchi fe'llarga qarab tuzlanadi. They will be able to work on this project. It means future. Ular shu loyiha bo'yicha ishlay oladilar. Kelasi zamonda imkoniyatlari bor degani. Navbatdagi fraza fe'limiz bu was, were able to. Ya'ni bu siz o'ylashingiz mumkin, am, is, are able to'ni o'tgan zamon shakli va bir xil ma'noni anglatadi. Yo'q. Was, were able to bu manage to'ga teng. Couldga teng emas. Farqi nimada? Could bu o'tgan zamonda ma'lum bir imkoniyatga yoki qobiliyatga ega bo'lganda ishlatilardi. Was, were able to esa bu manage to, ya'ni uddalay olmoq deb tarjima qilinadi. Ma'nosi qanday? O'tgan zamonda ma'lum bir vaqtda, ya'ni yoki ma'lum bir vaziyatda biror bir ishni qila oldingiz. Mana shu holatda ishlatiladi was, were able to. Misol uchun, the farmer was able to save his sheep quickly. Fermer o'zini qo'ylarini tezlikda saqlay qola oldi yoki saqlashni uddalab qoldi deyapti. Demak, o'sha vaziyatda misol uchun to'fon boshlandi va fermer o'zini qo'ylarini, chorvalarini himoya qila oldi. O'sha vaziyatda shu ishni qila oldi. Vaziyatda qildi degan ma'noni anglatadi. Was, were able to'ni uddalay olmoq deb tarjima qilishimiz mumkin va shuningdek qila oldi, qila olgandi degan tarjimani ham berishimiz mumkin. Navbatdagi modal fe'limiz must hisoblanadi. Mustni ishlatilishi eng avvalo tarjimasi bilan to'xtalib o'taylik. Kerak, lozim, darkor degan tarjimalarni anglatadi. Must bu majburiyat, burchlarimizga nisbatan qat'iy tavsiyalar berganda, biror bir ishni muhim ekanligini ta'kidlaganimizda va biror bir vaziyatda o'zimizni fikrimizni berganimizda, ya'ni shu ishni qilishing kerak deb fikrimizni bersak shaxsiy, mustdan foydalanamiz. Misol uchun, you must sleep on time. Strong recommendation deyapti. Siz o'z vaqtida uxlashingiz kerak. Bu qat'iy tavsiya hisoblanadi. Endi biz mustni inkor shakli, mustn't bilan tanishamiz. Mustn't inkor shaklimiz ikki xil holatda ishlatiladi. Birinchi ishlatilishi bu taqiqlovlarga nisbatan, ya'ni can'tga teng. Ikkinchi ishlatilishi esa biror bir ishni qilmaslik muhim degan ma'noni bildiradi. Taqiqlov, misol uchun gapda we mustn't touch to these glasses deyapti. Bu shishalarga tegmasligimiz kerak, ya'ni shisha idishlarga degan ma'noni bildiradi. Stakanlarga tegmasligimiz kerak. Demak, bu taqiqlov. Ya'ni do'konlarga borsangiz don't touch deb yozib qo'yadi. Ya'ni bu mustga nisbatan beriladigan qoidadir. Biror bir ishni qilmaslik muhim degani, aytaylik, biror bir xona bor, mana shu xonaga kirmasligingiz kerak. O'sha ishni qilmaslik muhim, ya'ni kirmaslik muhim hisoblanadi. Navbatdagi modal fe'limiz have to. Have to modal fe'limiz mustga teng deyarli, lekin farqi mavjud. Farqlari have to birinchi o'rinda shaxslarga nisbatan tuzlanishga ega. Sababi have to hamma zamonlarda ishlatiladi. Faqatgina continue zamondan tashqari, ya'ni ko'rinishni o'zi continue zamonda ishlatilmaydi. Yana bundan tashqari ishlatilishi shaxslarga tuzlanishni aytib o'tdim, zamonlarga nisbatan ishlatiladi va have to faktlar doirasida, qonun doirasidagi ma'lumotlarni aytganda biz have to'dan foydalanamiz va vaziyatlarda o'zimizni shaxsiy fikrimizni bera olmaymiz. Shaxsiy fikrimizni bersak must o'sha vaziyatda, shaxsiy fikrimizni bermasdan qonun doirasida fikrimizni aytayotgan bo'lsak, ya'ni fikr berayotgan bo'lsak, demak bu have to degani.
Misol uchun, young boys had to go to serve in the army. Demak, yosh yigitlar armiya xizmatiga borishi kerak. Bu qonun o'rnatib qo'yilgan. Demak, have to'ni tarjimasi to'g'ri keldi deb tarjima qilinadi. Bundan tashqari ko'p tarjima qilinadigan usulda kerak, lozim, darkor. Xuddi mustga o'xshab tarjima qilinadi. Have to hozirgi zamondagi inkor shakli don't, doesn't have to. Tarjimasi shart emas degan tarjimani beradi va biror bir ishni qilish muhim emas deganini bildiradi. Ya'ni qilish shart emas, zarur emas degan ma'noni bildiradi. Misol uchun, Oliver doesn't have to clean the window. Oliver derazani tozalashi shart emas. Shart emas degani derazani o'zi toza, kecha yoki o'tgan kun tozalangan, bugun tozalashi shart emas degan ma'noni anglatyapti. Should modal fe'limiz. Bu should modal fe'li do'stona maslahatlar berganda va tavsiyalar berganda ishlatiladi. Shouldni tarjimasi yaxshi bo'ladi. Shuningdek, buni tarjimasi kerak ham deb tarjima qilishimiz mumkin. Hammasi vaziyatga qarab tarjima qilinadi. Shouldga teng bo'lgan modal fe'limiz bu ought to. Ought to ham ishlatiladi va asosan grammatik mashqlarda, testlarda ishlatiladi, lekin og'zaki nutqda deyarli ishlatilmaydi. Har doim ham emas, deyarli ishlatilmaydi degan joyi bu. Navbatdagi modal fe'llarimiz ehtimollikni bildiruvchi modal fe'llar. Bularga may va might kiradi. May va might tarjimasi modal fe'llar mumkin deb tarjima qilinadi. Bularni ehtimoliy darajasi yuqori va pastlik bilan farqlaymiz. May ehtimoliy darajasi yuqori, might ehtimoliy darajasi past. Ya'ni mayda biror bir ishni sodir bo'lishiga 100%dan 30-40% deb olsak, might esa sodir bo'lishidan 100%dan 10 yoki 5% miqdorida beramiz. Balkim 5%dan ham past. Misol uchun, it may snow later. Keyinroq yomg'ir yog'ishi mumkin. Possible to snow with a little sure. Ehtimol yomg'ir yog'ishi mumkin. Biroz ishonch bilan aytyapmiz. Ya'ni siz ob-havoga qarayapsiz, bulutlarga qarab shu fikrni beryapsiz. Might'ni gapi esa it might snow later. Keyinroq yomg'ir, qor yog'ishi mumkin. Almost without sure. Deyarli ishonchsizlik bilan deyapti. Osmon ochiq, prognoza berilmagan, lekin siz taxminiy holatda aytyapsiz va ishonchingiz juda kam hisoblanadi. Ya'ni qor yog'ishi 5%, 2% holatlarda bo'lishi mumkin. Need modal fe'limiz bu ham ehtiyojlarga nisbatan ishlatiladi. Need modal fe'limiz ehtiyojlarga va burchlarga nisbatan ishlatiladi. Inkor shakli needn't. Bu ham modal fe'limiz don't have to, doesn't have to ga o'xshab bir xil ma'noni anglatadi. Ya'ni shart emas deb tarjima qilamiz. Biror bir ishni qilish shart bo'lmaydi. Ya'ni 50 ga 50, xohlasangiz qilasiz, xohlasangiz qilmaysiz. Sizga alohida berib qo'yganman. Undovga qarang, bulutchani ichida don't have to, doesn't have to, don't, doesn't, need to va needn't bir xil ma'noni anglatadi. Shart emas degani. Need to bu asosiy fe'l hisoblanib, modal fe'l emas. Need to hamma zamonda ishlatiladi, shaxslarga nisbatan tuslanadi, faqatgina continuous zamonda need to ishlatilmaydi. Shunisi bilan farq qiladi. Biror bir ishni qilish kerak degan ma'noni bildiradi. Kerak bo'ldi degan ma'nolarni anglatadi. He needs to catch fish. Demak, u baliq tutishi kerak. Needs deyapti. Demak, continuous zamonda ishlatilyapti. Need to bilan need bir xil ma'noni anglatadi, faqatgina need to bu hamma zamonda ishlatiladi, continuousdan tashqari shaxslarga tuslanadi va undan keyin asosiy fe'l keladi. Yana boshqa fe'l keladi. Need esa yordamchi fe'l, modal fe'llar hisoblanadi. Undan keyin asosiy fe'l keladi. Shaxslarga, zamonlarga tuslanadi. Don't, doesn't need to. Bu ham bir xil ma'noni anglatadi, shart emas degan ma'noni bildiradi. Demak, bugun o'rgangan mavzularimiz shular hisoblanadi. Modal fe'llar juda ham keng mavzu, lekin sizga bu mavzu orqali
kundalik hayotingizda ko'p kerak bo'ladigan jihatlarni o'rgatib ketdim va hayotingiz davomida aynan nutqingizda ko'proq ishlatsangiz, sizni nutqingizdagi fikrlaringiz yanada jozibador bo'ladi, yanada ma'noga boy bo'ladi. Aynan shu qoidalarga amal qilib o'zingiz ustingizda ishlang. So, best of luck, work on yourself.